Ko'pchilik bemorlarimizni fikrlarini inobatga olgan holatda bizning birinchi muolajamiz bepul qilingan edi va endi u aksiyamiz tugagan. Endilikda sizlarga yana ham qulaylik yaratish maqsadida biz oxirgi muolajani bepul qilib qo'yganmiz. Nimaga bunaqa qildinglar deydigan bo'lsangiz, hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Rahmatullayev neyrokinezologiyadan yana bitta ajoyib taklif. Endilikda siz oxirgi muolajangizni bepulga olishingiz mumkin. Ya'ni Rahmatullayev neyrokinezologiya Samarqandga kelasiz, kelganingizdan keyin sizga doktorlarimiz 3 kun, 5 kun, 7 kungacha davolanishni taklif qilishadi. Ya'ni sizdan kelib chiqayotgan muammolarga qarab turib, ular o'z tavsiyalarini berishadi. Va sizni 3 kun davolanishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 2 kun pulli hamda 3-kuningiz bepul bo'ladi. Agar 5 kun davolanadigan bo'lsangiz, 4-kuningiz pulli, 5-kuningiz bepul. Ya'ni 7 kun davolanadigan bo'lsangiz, 6 kun pulli va 7-kuningiz bepul bo'ladi. Ya'ni shu aksiyamiz 10-avgustdan 10-sentyabrgacha davom etadi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olib, o'zingizlarning joylarni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Telefon qilinglar, chunki bu aksiyamiz muddati juda ham qisqa hisoblanadi.